ko'klaydi navo Parvishlarda gullaydi navo azaldan bor yemish yemirish suyunganni kuylaydi navo Siz to'liq o'tirdik savadishimg'u. Chechim nima uchun nachardi? Avnan qara. Chechingizni hozirdan boshlab payrish qiling. Yangidan ishlangan shuri chach asrash chash quvvatlash supuniga tez sur'atda singdirish texnikasi ishlatilgan bo'lib, oziq to'liq simirildi. Chashni elastik paqiriq qiladi, chashni yiltizdan quvvatlaydi. Hey, savadishim. Shuri chach asrash chash quvvatlash supuni. Let's go Setevilishga oldiram. Danlodagi Xaynon Nurk Chapallar shaharchisiga danliq markali har xil fasondagi Nurk Chapallar keltirildi. Fasl almish mazgildagi yaxshi fursat. Qoplan terisidan tikilgan chapallar, qurum chapallar va qunduz terisidan tikilgan chapallar 88% e'tibor bahada setildi. Qoplan terisidan tikilgan kiyimlar 3800, 5800 yenda setildi. Qurum chapallar 300, 600 va 800 yillik boshlash bahasi bo'yicha setildi. O'tgan yili bir Nurk Chapan setib olgan pulga bu yil 3 ni setib olasizsiz. Fursat g'animat. Bu yerda yana haqsiz yub berish va so'kilgan yalarni o'ngshab berish mulozimatidan bahramand bo'la olasizsiz. Adresi Urum shahri Shovshimendagi yangi Danlo mol setilish markazining 4-qavatida. do'st bo'lalamla ya do'st Energiya buluş barmoqda. Herib charchaganda qizil kali ichimligi iching. Assalomu alaykum. Nova programmamizning aziz ko'ruvchilari, riyosatchi Ramila Yusandan hammalarga o'tliq salom. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, riyosatchi Tahir Tursundan hammalarga o'tliq salom. Her cuma günü Nova programımızdan yeni san arqılı sizlerle yüz görüşkenlikimizden intayin xuşalımız. Aldı bilen programımızdaki bizden alaydı mehmallarımızı, bahalıqçı ustazlarımızı tanıştırıyorduk. Boludu. Ataqlıq naqşçı, kompozitor, sanat tədqiqatçısı Ablız Rahim Erkal efendim qarşılamız. Qarşılamız. Şinjan Muqam Ansamblının dövlətlik birinci dərəcəlik artisti ataqlıq naqşçı Dilşat Raydın efendim qarşılamız. Qarşılamız. Ürümçi şəhərlik sənət ömrünün dövlətlik birinci dərəcəlik kompozitoru ataqlıq naqşçı Zahir Burhan efendim qarşılamız. Qarşılamız. Şinjan Sənət İnstitutu Müzik Fakültetinin naqş oqutquchisi magistr aspirant Əmragül Abduqadir müəllim qarşılamız. Qarşılamız. Programmamızda izchil qo'llab kelayotgan taratqular vakillarimiz va taratqular vakillarimizni tanishtirsak, Markaz Xalq radio stansiyasidan Nijat Vali Yaqub, Şinjan gezitidan Milaqiz Bahri, Şinjan Xalq radio stansiyasidan Miradil Nasir, Urumchi televiziya stansiyasidan Güzellay Zayniddin, Tangirtaq to'ridan Minavvar Arshidin, Xuyi to'ridan Zulxumar Abduvali, Vasliva to'ridan Abdukerim Mamtimin, Karvan to'ridan Bumaryam Tursun. Hammalarni qizg'in qarşılamız. Qizg'in qarşılamız. Bizning Nova programmamiz qatnashib, yillik chempion bo'lgan mahirimiz stansiyamiz o'tkazilgan har xil cho'ng tipdagi kechiliklarga nomer qatnashtirish sharfiga erishalaydi. Shuning bilan birga Markaziy televiziya stansiyasining Parlaq yo'l, ya'ni Xinguangdagi programmasiga bevosita qatnashish salohiyatiga erishalaydi. Shunday, Ramila, bugungi programmamizni boshlab ketamdik. Bo'ldi? Programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. bu ömrünün nime kızıydı
sana aşka ömür sana aşka Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Assalomu alaykum Jalol. Aleyküm assalam. Xush kelibsiz. Aldı bilan bir tomoshabinlarimizga salomingizni yo'llaytamsiz. Oldu. Assalamu alaykum. Rahmetten görünmeler. Hem şunda televizyondaki qarindoshlar. Ben özüm güzel to'qis radiyardan Jalol Anvar bo'ldim. Rahmat. Naqsh tugagandan keyin tomoshabinlarimizning olqishlarini anglagandan keyin bir xilodatiniz chiqqandakmi? Shunda albatta ishlar. Bunun ustiga aytgan naqshimi navbat cho'nqir tarbiya ahamiyat ega naqshga. Bu naqshini men jiqanglagan. El xalqininki faxrlik naqshisi Osmon Mamtimin tunji qetib aytgan qo'dayim bu naqshini. Toshmat Botirmatdi, Osmon Osmon Mamtimindikin Toshmat Botir aytdi. Bizning yaxshi ko'rgan naqshchilarimiz aytgan naqsha. Nayt güzel naqshadan birini akapsiz. Rahmat. Oylik san qatnashgandan keyingi tayyorliklar qandaroq? Bo'ldi hamda chiqib yaxshi tayyorlik qildim deb qarayman o'zimni. Tayyorlik keldim bu O'zimdan bek hamda cho'ng ishashmo deb o'zim qo'yib ketmayman. Lekin tayyorlik yaxshi. Tarafdan tayyorlikni qilib chiqib kelsam mayli yoki birinchi bo'lib kelsam mayli. Hech qilmay sakni chiqmaganning o'zi bir men uchun g'alaba etsam bo'ldi. Mushu tayyorlikdan Aramila. Bizning oylik sonidagi eng xotirjam mayirimiz mana. Bilamiz. agar bugun oylikda tanlanib chiqsangiz yillik qatnashsiz. Sizlarning oilandagilar qatnashsizmi? Ishtaq chempion bo'lib ketamdi yo Bilalmi shu? Xudodim juma. Qanday bo'lar kelib. Bir talaba o'xshaydi bizdan hamsiz yoki mush iqtidor bizda bor deb o'ylamsiz. Balkim hamda iqtidorimi bordi hamda dadam. Iqtidor bo'lmasa, Dadangiz bilan naqsh aytamda. Dadammi? Iqtidor. Ancha uylar kichik vaqtlarimiz anglaydigan dadam tutqachilar. Dadangiz Ila kichik iningizmi shunda chiroyli aytadigan tursa Guldastan tan aytgan Bilal bilan. Dadasi dotajib naqsh aytdi, apsi usul o'ynaydi. Rahmat sizga. Qildi. Tuyangiz tayyorliklaringizni qilg'ashtiring. Marhamat. Bizning birinchi nomerlik mayirimizni o'zining naqshini aytib o'tdi, unda bo'lsa ikkinchi nomerlik mayirimizni saknik taklif qilib olamdik. Qani, marhamat. Rahmat. Bilmedim dünyada muhabbet kanda Yalgandın sevgili bulan dışında Yürektin şuntili kısmı ihlas Kalamdı azapta ahiri şunda Yürektin şuntili kısmı ihlas Kalandı azapta ahiri şunda muhabbet kanda Algılı bulandı Puğan şunda Bilmedim dünyada muhabbet kanda Algılı bulandı Puğan şunda Elenlik sevgilim Bir gıda yayrab Heydini vurmay Kitem dışında Elenlik sevgilim Bir gıda yayrab Heydini vurmay Kitem dışında Barçıdın azizlep tavap sevgilim Akıvet yigane koyar
Yigitlik gururum Guvasızınge Bu ömrüm yegane Ötmeydi bunda Ötmeydi bunda Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Ha, oldi bilan tomoshabin do'stlarga, ko'rmanlarga o'zingizni tafsiliy bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. İkral Nahmedan'da görünmeler, ikraldık tamaşbullah. Ama eşki numaralık mayır Absalam'dan sizlere âli ihtiram. Abdusalom, unda o'z hozir aytgan naqshingiz o'zingizning ijodiyatimi yoki Özemden icad ettim. tekstchi? Özemden. Mushu naqshining oq ko'rinishi bormi? Qanday? Kanadaysanız. Asta deyman. Azroq bir ishlar o'tdimiki, shuning ish bilan yozdimiki deyman bu. Ma'lum bir ishlar ta'sir qilganki yozdimki demoqchi. Uni Instagram'ga diqqat qilib o'tasam, naqshi boshlang'ichi oldida azroq pauza bor ekan. Shu yer xiyol ketdi-chu, sahna turiblar. Shuni qarab, mush bir bolaning ichida bir da'vo o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Ayağımda iş yok. Unda ish yo'qmi? Unda ish yo'q, o'zi xotirjam bo'ldik hamda. Shunda bir xil yetib kelsangiz bir Ben xil mum besbet ketdi ya. ishchimi og'ir qoldi-chu. Bo'ldi, unda sizni qiynayli. Naqshni aytib chiroyli aytib berdingiz. Rahmat sizga. Unda Hasan qizg'in alqishlarimiz bilan 3-numurliq mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Zaman buldu
Jakasida ayam bo'ldi. Assalomu alaykum Osimgul. Tinchlikmi? Va alaykum assalom. Aldiq gapamanla. Osimgul, mening oliy maktabda o'qiyotganda tayyorlikdagi bir sinf savodishim bo'ldi. Ya, Osimgul qattiq go'zal qiz bo'lib ketdi mana. Cho'p-cho'nglab ketibsiz, ha? Unda Osimgul, bizning tomoshabinlarga o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, shundaqla ekran oldida ko'rinmalar. 3-nomerlik Mayr Osimguldan har qaysinglarga o'tsin. Chiroyli aytayotdingiz naqshini ovoz degan usti bir chiqadi. Biz tomoshabinlar bir chavoq berayotgan bo'lsak, men o'tiramay qoldim tavanda o'tirib. Rahmat. Do'stim, bizdan aramayib turamlar. Ma'qul, dan aramaslik juma. Unda qo'z tomoshabinlar 4-nomerlik Mayrni qizg'in alqishlarimiz bilan saytni taklif qilib olgan bo'lsak, marhamat. Qo'l uzatsam şapka yetmez yarsız edem ömrüm ötmez. Kol uzatsam şapka yetmez yarsız benim ömrüm ötmez. Yar kadrini nadan bilmez. Bir nametke düşmeguncha öyle yaşla hergiz ölmez. Barkallah atamga rahmet. Öyle yaşla yana öyle yaşla hergiz ölmez. Yıl kadrini bulbul bilmez. Şahtin şahka konmagunca. Yıl kadrini bulbul bilmez. Şahtin şahka konmagunca. Yurt kadrini şahlar bilmez. Yurttun yurtta köçmegunce öyle yaşla hergiz ölmez. Barkallah atamga rahmet. Öyle yaşla yana öyle yaşla hergiz ölmez. Hergiz ölmez. assalomu alaykum Anvar. Aleykümselam. Qarshi olamiz. Oyliq sonimizga o'qish kelibsiz. Hoş geldik. Bizning navo programmamizning ko'rmalari, sizning qo'llovchilaringiz sizga bilet tashlash orqali oylik sonimizga sizni qaytarib keldik. Bu fursatda o'zingizning salomingizni yo'llagan shu qo'llovchilaringizga yurak so'zingizni aytamsiz. Oldu. Assalamu alaykum. Nava programımızda oturgan ustazlar, yani peste oturgan akaydiler, singillar, geçinizler hayırlı olsun. Yani meni qaytırıp, şu nava sahnasına qaytırıp kelgan barliq dostlarımga salomni bildiraman, sizlarga intayin rahmat bildiraman. Rahmat. Anvar, yurtingiz nerede? Çöçek Dürülcü'nün. Cho'chak Turbilchindan. Ha, bir müsta san'at maktabida o'qiganmi, o'qimaganmi? Yo'q, men o'qimagan.
Faqat o'qimaganmi? Yo'q. Shu naqsh kasb bilan shug'ullanyapmisiz yoki boshqa bir ish qilamsiz? Endi hozir shu naqsh kasb bilan shug'ullanyapman. Masalan, qanday shug'ullanyapsiz? Restorandami yoki maktabmi degandek? Restoranlarda. Shu Durbiljinningimi? Shunda. Ha, lekin ovozingiz haqiqatan bek o'chiq, bek yangroq ekan. Voy, rahmat. Sizning ovozingizni aytamsiz. Rahmat, rahmat. Sizga rahmat. Keng qaramag'ashtirib marhamat. Endi bizning naqshimiz bosqichimizki eng oxirgi mahirni qizg'in alqishlarimiz bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Meydan ara merdani merdan atış yiğiti çelişlarda yenilmez palvan atış yiğiti Meydan ara merdani merdan atış yiğiti çelişlarda yenilmez palvan atış yiğiti Çöldeştini eyleydu bostan atış yiğiti Şen şöhrette tılladı dastan atış yiğiti Çöldeştini eyleydu bostan atış yiğiti Şen şöhrette tılladı dastan atış yiğiti Mihnet süyer emgeç çalışan Çöldeştini eyleydu bostan atış yiğiti Atış yiğiti Lezze halal vapada sevgide can fidakar El ışkıda vücudi gülhan atış yiğiti Lezze halal vapada sevgide can fidakar El ışkıda vücudi gülhan atış yiğiti Uz işide uzlanın gülirena kızlanın Yürükiye ötmez ot salgan atış yiğiti Uz işide uzlanın gülirena kızlanın Yürükiye ötmez ot salgan atış yiğiti Mihri derya kümlüken Çekri kanda parlayhan çolpan Atış yiğiti Atış yiğiti Ana ata sözünü yoruklayıp yüzünü Ulu ecdat izini bastan atış yiğiti Ana sözünü yoruklayıp yüzünü Ulu ecdat izini bastan atış yiğiti Acizlanın yülki ana yurtun Türki Erkeklerge şehriyar sultan atış yiğiti Acizlanın yülki ana yurtun Türki Erkeklerge şehriyar sultan atış yiğiti Halkın baktı sendeki arman El derdige bol kaman derman Atış yiğiti Atış yiğiti Halkın baktı sendeki arman El derdige bol kaman derman Atış yiğiti Atış yiğiti Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Aldı bilan tomoshabinlarimizga bir salomingizni yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz
ekran oldidagi ko'rilmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, bog'lovchi ustozlar, hammanglarga otish diyoridan kelgan Ro'zaji Abdurahmondan o'tliq salom va oliy ehtirom. Shu naqshini bir tarafdan aytib, bir tarafdan usulni pek asrab ketdi. Lekin navo sahnamizni o't chiqaryaptinglar, pastda o'tirgan tomoshabinlarimiz o'zini tutib ololmay usulga uchib ketdi. Kendik usul yigitlarni nihoyat moslashtirib yaxshi o'ynab berdi. Nihoyat jushqun kayfiyat o'ynab berdi. Rahmat shu usulchilarimizga. Naqshining ismi otish yigitimi? Bu naqshig'imi nihoyat usulma bek obdan chiqdi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qolgan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, alqış sadalarimiz bilan qolgan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bizning naqshimiz bosqichimizda bizning mahirlarimiz o'zining naqshlarini aytib bo'ldi. Unda bo'lsa, baholug'uchi ustozlarimiz qanday qimmatli taklif fikrlarni berdi ekan, birlikda anglab baqsaq. Bizning birinchi nomerlik mahirimiz Jalal Anvar. Ömür degan bu naqsha xeyli keng taqalgan naqsha. Men buncha qanilgan bo'ldi. Tashmamat aytganda yana Osmonmi? Osmon Mantgina. Ondan ügünüp yana jiq ballam aytgan bu naqshni. Restoranlarda, so'rlar to'y to'kimlarda jiq ballar aytdi. Bu naqsha o'sha yaqinchilar xeyli keng xalqimiz suyunib anglatgan naqshning biri. Bu naqsh nihoyat yaxshi urildi. Ovozining doirasi aqoniga qaraganda sal to'mroq kelsining. Ustixonim sal yo'g'ontiramda qanda deya. Ovoz doirang biroz kengri yangroqga. Naqshni aytish uslubing shunday yaxshi. Mana shuni hal qilish uslubing shunday yaxshi bo'ldi. Purax shevlarni nihoyat joyida ola olding. Hisiyating yaxshi, sahnadagi hisiyatlaring. Asosiy aytganda sen naqshni bugun yaxshi aytding. Keyingi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tishini tilayman. Bizning 2 nomerlik mahirimiz Abdusalom. Siz bu aytın muhabbet qandaq degan naqshni olib keldingiz. Buni o'zingiz yozdingizmi? Ha, o'zim yozgan naqsh. O'zingiz yozgan, ha? Sahnada biroz sovuq turib qoldingiz. Naqsh aytgan vaqtida pauzaga kelgan chaqda, pauzaga mening ishim yo'q endi. Men pauza chiqishchi birdan turib olay degandek. Bu sahnaga chiqqan zamat shu naqshning ichiga kirish kerak dedim. Taqdir ko'zim ne qaradi-da. U yoq bu yoq Alloh anda qarab qalsang, vaqti butun aytayotgan naqshning butun bir gavdaligiga ta'sir etadi. Sahnadagi tajribang toza chiq emas ekan. Mo'l emasda. Albatta, bundan keyin texmi pishib yetilsa, chiq naqshlarni sahnalarda o'rinlash jarayonida bu jihatda kamchiliklarning hammasi to'liqlanib ketdi. Ovozing shunday yaxshi undan keyin seni bu qitibga o'tgandan muvaffaqiyat etishini tilayman. Bizning 4-chi nomerlik mahirimiz Anvar Jappar. Sen 4-chi kelsan, biz otishdan kelib ketdingmi? Yaxshi aytding mana naqsh. Atish shivisi shunday yaxshi chiqdi. Bak to'liq aytding buni-chi. Ovozingni aytib shunday keng. Aniga naqshni bir taraf qilish shu nima shunday yaxshi. Naydi zihni qo'yib yugunibsa, bu naqshni xeyli to'liq yaxshi, mukammal yugunibsa, sahnaga qiyofatingmi bo'ladi. Shunday yaxshi. Kamchilikni demay. Yaxshi o'rilding asosiyatni aytgan chaqda. Sog' omad olsun. 2 nomerlik mahirimiz Abdurasul Rashid. Xush kelibsiz. Siz bu bosqichda ommabop uslubda naqsh o'rinladingiz. O'zingizning ijodiyatlaridan muhabbat qandaq degan naqshni olib kelibsiz. Ovozingiz doirasi tarroq, lekin pokiz suzuq ovoz ekan. Sizga bu taklif mush sahnadagi qiyofat jihatda toza erkin bo'lmadingiz. Ko'proq holatda mush ko'zingizni sahnaning usti tarafiga qaratib oldingiz. Demak, o'zingizga bo'lgan ishonch toza yetarli emas. Keyingi bosqichlarda mush tarafga diqqat qiling. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 3 nomerlik mahirimiz Asimgul Yasin. Xush kelibsiz. Bu bosqichda sizmi bizning ataqli naqshchimiz Pasha Ishan hadimiz o'rinlagan Vatanga Madiya nomli naqshni olib kelibsiz. Bu naqshimizmi so'zi Teyibjon Elov yozgan, muzikasi Husanjon Jami ishlagan. Qiyinlik darajasi xeyli yuqori, ovoz doirasi keng, xeyli texnik talab qiladigan naqsha. Sizning ovozingizmi tipik ayollar yuqori ovoz doirasiga tava, yo'riq ovoz ekan. Naqshnimi asosan yaxshi o'rinladingiz. Meningcha, chunki mushunchalik qiyinlik darajasi bor naqshini tamoman boshdan oxir mukammal aytib tugatish o'zimi bir
to'lib toshgan g'ayrat, shijoat talab qiladigan ish. Sizga mo taklif. Sahna kiyimlaringizmi shunchalik yarishimliq bo'pti. Endi mushu naqshidagi mush shivi paraqlar jihatda texmi ko'p izdining omad yor bo'lsin. 500 numurliq mayirimiz Roza Jim Abdurahman xush kelibsiz. Sizmi bu bosqichda yangi ijodiyatlardan Atish yigiti nomli naqshini olib kelibsiz. Ovozingizning mungi bor, lekin ovoz doirasi sal tarroq ovoz. Aytgan naqshingizmi ovozingizga shunchalik moslashibdi. Bo'libmi mushu usulchi yigitlarimizning mardona Coşkun usul hareketleri naqshingizga alayda yo'sin qo'shib, haqiqiy bir Atish yigitining obrazini bizning oldimizda ifodeladi. Sizmi mag'rurlanmay, texmi tirishing, hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat, muallim. Ko'p rahmat. Birinci numaralı mayırının avaz dairesi keng. Avaz tembiri yakınlık. Yukarı tüven avazlarımı naitler. Tekşi. Yukarıda ömür namlı naqshini aytish jarayonida naqshining o'yintishlarini ifade qilishi, so'zlarni elishi, ularning ovozlarini ifodalashi, naqshining udarlarini to'liq elib berishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Endi qisqacha talabim, siz yana boshqalarning ovoz aytish uslubini o'zingiz singdirib qo'ymang. O'zingizga mustaqil, o'zingiz xos bo'lgan uslubni yana davomlashtiring. Shu tarafni gavdalantirishga alayda ahamiyat bering. Texim yaxshi bo'lib ketdi. Bo'ldi, rahmat. Ikkinchi numaralı mayirninki ovoz tusi yaxshi. Muzik sezimchanligimi yaxshi, yuqoridagi naqshining so'zlarini ifoda qilishi nihoyat ochiq. Lekin naqshidagi muzika hissiyotingiz tuvan bo'lib qoldi. Yuqorida Dilshod, Amragul nihoyat yaxshi ifodalab berdi. Endi naqshi muzika degan bu hissiyot san'ati. Ovozdagi hissiyot o'zininki ichki tashqi hissiyoti bilan naqshining mazmunini texmi naqshining mazmunining hayot kuchini texmi oshirdi, ta'sirlantirish kuchini texmi kuchlantirdi. Mush tarafga alayda ahamiyat berishingiz kerak. Naqshining endi muzikasimi yaxshi bo'libdi, lekin tekstida yana yetarli emas. Naqshiningki muzikasiga ahamiyat bermay, tekstninki she'riyat moyirligi tarafdagi ortiqchiligiga alayda ahamiyat berish kerak. Mazmuni yaxshi bo'lishi kerak. Shunday tekstlarni tanlab, naqshi ishlab etsangiz, texmi yaxshi bo'lib ketadi. Bu tarafga diqqat qilishingizni umid qilaman. 4-numurliq moyirning ovoz tusi yaxshi. Muzik sezimi nihoyat kuchli. Yuqorida o'rlar, yoshlar degan naqshini haqiqatan yaxshi aytdingiz. Buningdan keyin siz naqshchi bo'laman aytgansiz, yana ovoz ilmi tarafda yana bilim ilishingiz kerak. U chaqda sizning yo'lingiz texmo dag'dam keng bo'lib, hayotingiz nihoyat to'liq kapolatga ega bo'ldi deb qarayman. Yaxshi bu tarafingizda. Bugun kim oylik cho'lpon bo'lsin? Men oylik cho'lponga bir eg'iz kim shallanib ketsin, shallanib ketganlarga bir ikki eg'iz gapimni demoqchi. Oylik cho'lpon bo'lgan mayirga shundaq deyman. Siz texi rasmiy haqiqiy cho'lpon bo'lmadingiz. Siz san'at bo'sog'isidan amda atlab birinchi qadamni oldingiz. Siz yana davomli tirishingiz, yolg'iz naqshidil emas, 10 vursal san'at safosini yuqori ko'tarishingiz, boshqa bilimlarni obdan o'rganishingiz kerak. Endi shallanib ketganlar, sizning saviyangizning to'van bo'lganligidan shallanib ketmadingiz. Sizning saviyangizmi o'sha oylik cho'lpon bilan o'xshash. Ammo farq nada? Siz cho'qim astoydil tayyorlik qilmadingiz yoki bo'lmasa naqshini yaxshi tanlayolmadingiz. Shunaqqa tushkunlashib ketmang, umidsizlanmang. Sizga fursatlar yana ko'p. Siz yana mush san'at yo'lida dadillik bilan qadam tashlasangiz, muvaffaqiyat sizga hamon yor bo'ladi. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat Zoirka. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rman. Undaqda faraz qilib baqsangiz, bu oylik yulduzimiz kim bo'lgandim? O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga o'tishini qo'shib, 106 266 19 ga qisqa uchur yoldusingiz bo'ladi. Balkim bu haftadagi ta'laylik abon siz bo'lib qolishingiz mumkin. Katta mukofotlar sizni kutmoqda. Unda bo'lsa, tuanda o'tgan tomoshabinlarimizni faraz qilib beqishga taklif qilamiz. Albatta, to'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga ko'ngil so'g'imiz bor.
To'g'ri faraz qilgan tomoshabinni Şinjan sarkarda kiyimlarini setish maqsadida ta'minlangan sarkarda markali kiyim-kechaklar bilan mukofotlaymiz. Undaqda faraz qilib baqsanglar. Meningcha 5 nomerlik Mayır bugungi programmada quti qazanish mumkin. Meningcha 4 nomerlik Mayır birinchi bo'lishi mumkin. Meningcha bo'lganda 3-nomerlik Mayır birinchi bo'larmikin deyman. Meningcha 1-nomerlik Mayır birinchi bo'larmikin deyman. Mencha 2-nomerlik Mayır birinchi bo'larmikin. Eng oxirgi tanlashganlar bizning tomoshabinlarimizda undaqda qulonlarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan Mahirga mas'uliyatchanlik bilan bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash başlandı. 10 9 8 7 6 5 4 Avat 3 2 1 Qaranglar. Natijalarni ko'rsanglar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Ikkinchi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam bosgan mayirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa, to'yinga tushib, xayrliklaringlarni qilishsanglar bo'ldi. Marhamat. Asli keyingi bosqich o'tib ketdingiz. Ash naqshni o'tirdi, pauzada tanaffus qilib olibsiz. Boya Zoir Burxon apandim degan gapni oldingiz aqchana. Mushu keyingi bosqich o'tmay qolgan mayirlarga deb turib o'zining kuchrak so'zini deb berdi. Aylık çolpan boğan, aylık yulduz boğan mayırlar deb ko'ngil so'zini deb Zoir kamninki degan gapni noy to'g'ri deb o'ylayman. Bek yaxshi gap qildi. Men mana shunday o'yladim. Men kelishmaydim boshqalardan dangan. Undaqda mush fursatda ekran orqali rahmatingizni bildirdigan siz uchun muhim kishilaringiz bo'lsa vaqt beramiz. Assalomu alaykum. Avayim degandek, meni shu bilet tashlash orqali qaytarib kelgan Ama şu Navasiyasiga chiqish fursatiga yaratib bergan shu tomoshabinlar qo'llovchilarimga alohida rahmatni bildiraman. Bo'ldi, unda bo'lsa qizg'in olqishlarimiz bilan Mahirimizni sahnadan uzatib qo'yamiz sizga. Bundan keyin omad tilaymiz. Navo sahnamiz yana sizni qarshi oldi. Texmi yaqinliq, chiroyli ijodiyatlar sizdan aylansin. Mana bizning naqshimiz bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashtirganmilar. Unda bo'lsa ikkinchi bosqichga o'tib olamdik. Bo'ldi, hammamizga ayon programmamizning ikkinchi bosqichi, ya'ni parvoz bosqichida bizning mahirlarimiz o'zining naqsh etishdan boshqa loyihalarni namoyon qildi. Unda bo'lsa bizning mahirlarimiz tayyorliqlarni taqib bo'ldi. Keyingi bosqichga o'tib ketamdik. Bo'ladi, bizning keyingi bosqichimiz parvoz.
Güzel ketken boz zeminde hayat goya dert hasretin hali, tinch ve xushallik bilan to'lgandek edi. Muhabbet tashkillar qalbida dunyodagi hamma narsa ma'nilik va go'zal. Ana shundoq go'zal kunlarning birida o'ncham oshiqi nurimni seg'inib, uning yo'liga intizor bo'ldi. Bu pok qalblar o'zlarining muhabbat dostonini yeni qo'shiqlar bilan betmoqda edi. Rençip kaldı mı nime? Yok. Mendin o Nurum rencigideki biraz sütülgünü yok. Şu apamның ağzı kara verip deydiğin ağzıdan çıkmagandaki rencip kaldım iken ihtimal. Nurum'un köngli pek nazikçi. Ah. Bulbul. Mısındaq çaylık günlerde Nurum bilen etizli keşifçi bilinçlisek ötken günlerimi bilinmezdi. Teşmisiz Gonca. Özünüz teşmi? Siz bizni unutup kaldınız he? Yo'q. Keç gündüz xiyolim sizlarda. Mening hozir birla xushalligim bor. U bo'lsimisiz. Yuragim sizning xiyolingiz bilan yashnaydi. Sizga tinmay qarab o'ltirgim keladi Gonca. Shu gapingiz rost bo'lsa, bu mening sizga qilgan sovg'atim. İşletgende yap etersiz. Sizga rahmat Gonca. Nemancha og'ir olib yurgansiz. Men berib, bog'ning eriqini chepesib kelay. Ha, endi men sizga aytgancha aytgashtiray. Qog'alar usa qarayli Marg'ulonning yo'liga, Marg'ulonning yo'liga. Qog'alar usa qarayli Marg'ulonning yo'liga, Marg'ulonning yo'liga. Qog'alar usa qarayli
Tomoshabin do'stlar, bizning ikkinchi bosqichimiz, ya'ni parvoz bosqichimiz bunga oid qizg'in kayfiyatda oxirlashdi. Unda bo'lsa, baholovchi ustozlarning mahirlar bag'ib bo'lgan bahosini olib o'tgan bo'lsak, marhamat. Birinchi nomerlik mayırimiz Jalal özünün hamroyi bilan ikki gitar bilan Aydın ayirlay olmayman degan naqshga qatorliq bir 2-3 naqshni chatma qilib o'rladi. Nayt yaxshi. Bu naqshlardan bir qanchisini chet elda bir necha naqshchilar o'rlagancha aytganda. Ba'zi naqshchilarimiz bu naqshlar burun tilda biz kichik vaqtimizda anglab kelayotgan naqshlar biz o'rgangan. Endi nurg'un bolalar bu naqshlarni aytmagan. Chet elda birisi aytib qo'yganda chalib puchuqlar uni yaxshi aytamadi uni. Bizdek aytamagan. Bizdigini men emas. Ustozlarimiz nurg'unlari burun aytamaganda hozir yoshlarning hammasi shu armeniyalik xotinda ketgan bo'lyapti. Bizda bu illat borchi? Özümüzde çıralık narsını hak etip koysa, hakına kim yüzünü olumuz verip. Sen ondan kılmadın. Sen ondan etmedin. Sen resmi Uyghurca ettin. Yaxşı. Endi, Emrah'ın ışkınla iki gitar çaldılar. Ben bir gitar çaldım çoğu. Bazı vakti iki gitar çalıp koydum. Ağalarım, benim ağalarım gitar çalacak. İki gitar ne? Bir gitar çalganda çalıp koydum da. Okşaş. Anlatmaması gerek. Bir sınırla bir yerde çalsanlar, yeni bir sınırla onu tenkeşip çeliş gerek. Ya pasörüş gerek, flamingo, her hazır gitar çeliş, usluplar bazı. Sen ilip çalsan, pasörüp çeliş gerek. Gitarının akırt ornu ne çıkılı buludu. Bir yerden bir söz, işkala olmuş bir gitar çalganda çıkmadı. Eğer de şu Emrah'ın gitarını pas vurup veya ki sen şu tutkan akırtın başka onun birinci ya ki üçüncü özgürüş akırtları oldu. Şunu tutup çipeyen olsa anından çıkan sada resmi bir orkestra gidek naca strober şu ünüm gördük de çıkınla gitarını oşa çekelim. Bunu gitmedi meşikte çokum ben manda çalayım, sen meyerini çal. Ben ikizini çalsam, sen yukarıdan çal. Ben yukarıdan çalsam, sen tüvenden çal. Ben ilip çalsam, sen pasırıp çal deyip macetin izden sağla minonç anın nemesi ünümü tıkım yakşı oldu. Doğru mu deginim? Doğru. Hata kaldım ya. Doğru. Muştan izni bakın. Nakış yakşı oldu. 3. nomerlik mahirimiz Asımgül Yasin. Siz muşu basqışının tələbi boyunca mahirlar bu basqışda naqş etişdən başqa alayligini köstüdü. Siz şu tələbə binaən özünüzün naqş etişdən başqa yana səhnədəki rol eliş cəhətdəki artıqçılığınızı göstərdiniz. Yəni həmmimizə tanışlıq bolğan Gonçam dramasından araya orulladınız. Gonçamның obrazını bir qədər muvaffaqiyətlik orulladınız. Bolubmu səhnə kiyimlərinizlə şu dəvr alaydiligiga maslaşqan, xasligi, milliyatligi bar bopdu. Əmdi təklif səhnə tilidəki intonasiya, yəni sözlərin ilinişi müştərəflərdə texmo tirişin Ahmet yar bolsun. 4. nomerlik Mayır yuqoridagi usulluq naqshini nihoyat yaxshi ijro qildingiz. Naqshini aytishingiz nihoyat yaxshi o'tganki qitim qaraganda. Undan boshqa usul harakatlaringizmi, hamroyingiz bilan bo'lgan moslashish challig'ingizmi nihoyat jonliq, ro'shan ifodalandi. Qil tirishibsiz o'tganki qaraganda bu qitim yaxshi tayyorlik qilibsiz. 5. nomerlik Mayır. Ma basqışda orulgan tembiri bilan orulgan muzikani o'zingiz yozganmi? Yoki xalq muzikasimi? Yo'q, muqominiki, o'z xalq muqominiki birinchi dastan marhum. Muqomida arayami, ha? Siz bir kasbiy o'makda ishlamsiz? Ha, men otishalik o'makdaman. Ha, men shundayman, tembirni shunday yaxshi chaldingiz. Rahmat. Bir yer ishlamdi ya ishdan sirtqimi deb o'ylab qoldim. Birinci basqışda nihoyat yaxshi bir naqshini bizga sovq qilgandingiz. Mana va tambur muzikasi o'zhal maqomimi? Birinchi dastan marg'ul. Birinchi dastan marg'ulini obdan chaldingiz. Yana bir basqishga muvaffaqiyatlik o'tadiganingizga ishonaman. Bu aylık yıldızımız kim bulduğandı? Özünüz yaxşı köken mahirinin rad numarını aldığı 33'ünü koşup 106-266 19'ga kısa uçur yoldusunuz buldu. Belki bu haftadaki talaylik abon siz bulup kılışınız mümkün. Katı mukabbatla sizni kütmekte. Tomoshabin do'stlar, mana biz ikkinchi bosqichimiz bunga oid muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa hammanglar
Qo'linglarga elektronlik bilet tashuvchini elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga shu mahirning kerak numerini yuqori ovozda to'lab bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1 Natijalarga sağlam oldu merhamet. Natijalarni ko'rib baqsanlar oldu. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. 3-bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tövəngi düşüb, xayrlıqlarınlarını 3-bosqichga tayyorlab qo'ysanlar oldu. Bo'lsa, mush fursatda nayt afsuslanarlik ish bo'ldi. Naqshingizni, ovozingizni shaxsan men bek yoqtirgan. Ovoz bek ochiq, yomon yangroq bir ovoz ekan to'q. Mush fursatda o'zingizning bir ko'ngil so'zingizni bir deb baqan bo'lsangiz. Bo'ldi. Mushu san'at sohasida meni qo'llab kelayotgan, ya'ni bizning ukimiz, ikki ukimiz bor, yana o'zimning ayoli, yana uydagi urug'tiqallar, yutqagan do'stlarimlarga intayin rahmat bildiraman. Rahmat sizlarga. Abdilik qatnashganda biza o'satdi, oylik qatnashgan ham biza o'sidi. Yana bir qitim gap qatnashsiz anonikin bir axlam. Nasıl yıllıklı kesem bilgende? Aydan qilamiz ya. Bardan keldiga yeringiz chiqib ketiramdan navo qo'yilgan ekan. Bo'ldi, rahmat sizga. Navo yana qadam tashrif qilishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Salomat bo'ling. Qizg'in alqishlar bilan uzatib qo'ygan bo'lsak. Bizning ikkinchi bosqichimiz muvaffaqiyatga oxirlashtiramiz unda bo'lsa, 3-bosqichga o'tib olamdik. Bo'ldi. Bizning 3-bosqichimiz qarindoshlar. Şunca güzel cihanın bağı seynası, kız yigitler şu bağının gülü leylası. Şunca güzel cihanın bağı seynası, kız yigitler şu bağının gülü leylası. Gül bulmasa bulbula bağzımızdan, gül ve bulbul ev baharlı şeydası. Assalomu alaykum. Navo sahnamizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Bulbul kelibdi sahnamizga.
Jalal, unda bo'lsa, Qayrindishingizni tanishtiraylik. qayrindishingni bir tanishtirib ketgan bo'lsangiz. Boyaq bolsa, endi mening burun tatib ham yurt ishi, men burun tatib bir yerda birga xizmat ishlab, ömeklardan tatib birga bir necha yil o'tib ketdi. Shunda yaqinin qayrindishimdek ketdim. Yasli vaqtinglardan tatibmi? Ha, yaslidan tatib o'qigan. To'g'ri, yaslidan tatib. Yaslidan tatibmi? Ha. Endi tarix uzun ketayim bu ikkisini. İsmi Madina bo'ldi, yurti G'uljidin. G'uljidinmi? Qarshi olamiz. Rahmat Madina, qarshi olamiz. Ovozingiz bek chiroyli ekan, men naqshi bek tushdi. Osh keyin turib, men mustaq bek hayajonlanib ketdim. G'amida rasmiy hayajonlandi. Bo'ldi unda bo'lsa, sizlarga ko'p rahmat. Nihoyat chiroyli, bek chiroyli naqshni birini so'qib kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Ana ma'ashtiringlar, marhamat. Unda bo'lsa, qizg'in olqishlarimizdan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Geldi göklen baharım, küldü anlat yar. Şatrığımni bayan kıl, şatrığımni bayan kıl, min odur geç tutarım. Şatrığımni bayan kıl, şatrığımni bayan kıl, min odur geç tutarım. Otlam çalan tutarım, otlam çalan Sayır oldun tutarım, ansın kömür var. Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım, caramaydı her daim. Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım, caramaydı her daim. Otlar çalan tutarım, otlar çalan tutarım, otlar çalan tutarım, otlar çalan tutarım. Ecdatlardan teberrük, evlatlarga teberrük, ona kalkan tutarım. Ecdatlardan teberrük, evlatlarga teberrük, ona kalkan tutarım. Ecdatlardan teberrük, evlatlarga teberrük, ona kalkan Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qayrindoshlaringizni bir tanishtirib aytamsiz? Bu yoq bir nevre bizning bu saram opam bo'ldi. Qarshi olamiz. Bu ikki umaqlar mening hadillarimning qizlari bo'ldi. Qarshi olamiz sizlarni. İsminglar nima? Nazakat. İsmi cismiga loyiq ekan. Sizningchi? Xadija. İsmini bilib oldinglar? Nazakat bilan Xadija sizlarni qizini qarshi olamiz. Ay Nazakat, Xadija, harakatinglarni shu deyishilib tayyorlab chiqdinglarmi? Ezgetmaydi-da bir-biringlarga qarab o'yindinglar. Şun udlu oturibdi-da bir birisiga. Elə boynunamında aqıldığa kitibək çıxarlıq qəsdə qıb yaqınlar yana. Kök baqaylı. Asımgül bu naqşı arqılıq bizim pek hayacanlandırdınız. Tamajbılarım şuna deb o'ylayman. Bir xil shunda sahnimiz tamajbılarning kayfiyatini bir xil hayajonliq eslag'i to'ldi. Rahmat sizlarga. Mana bizningki qarindoshlar bosqichida Asimgulma o'zininki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qarindoshlar bosqichidagi eng oxirgi mayrimizni taklif qilib olamdik. Bo'ldi. Qani qizg'in olqishlarimizdan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Azizane diyarını ziyaret
ziyaret kılgılı keldim. Kanım tamgan makanını ziyaret kılgılı keldim. Anam ak süt bire bakkan, dadımdan tuz bilen bakkan, dadımdan tuz bilen bakkan. Kadirdan kibligahimni ziyaret kılgılı geldim, ziyaret kılgılı geldim. Oğumda hem düşümde Siginiş hicrani armani. Oğumda hem düşümde Siginiş hicrani armani. Armanım, 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 sığıngan dost yarenni ziyaret kılgılı keldim, ziyaret kılgılı keldim. Orada ket bala sağım Karahan taxtı bu Qashqar Tavab bilen qadim joyini ziyoret qilg'ili keldim. Çok bu diyarlan Kuyaş nuri kaçındırdı Kuyaş nuri kaçındırdı Yüz kandırma
Hayat qilg'ili keldi Qizda tinglagu. Qizidimi? Dahshat qizidi ham. Buning da ortiq bo'lib ketmasmish. To'yanda o'ynab bergan tomoshabinlarimizga rahmat. Qizig'andekli qizidi toza. Ikki tarafimiz turgan mushu tonish chiroylarni biz tunib oldik. Bizning ko'rmanlarimizni tunib oldi, ekran oldidagi ko'rmanlarimizni tunib oldi. Nova programmamiz qatnashgan ilgari shuningdimi? Yana bir tunishtirib aytamiz. Bo'ladi. Mening bu o'ng tarafimdagi o'ng qantim. O'ng qantim. O'ng qo'l vazirim. Og'inam ablayatchan bo'ladi. O'zim shu ancha-muncha naqsh aytadi, soz chaladi. Anandan keyin bu birodarimningki men shu Şinjan xalqaro cho'ng bozorda shu butun milliy chalg'i asboblarni sotadigan cho'ng dukkani bor. Bu sol tarafimda turib turgan meningki do'stim, birodarim Abdurasul apandim. Bu og'inam o'zi muzik ishlaydi, ijodiyat qiladi. Ijodiyat qiladi ham ancha-muncha she'rim yozadi. Yaxshi birodarlar chiqilsa. Bak chiroyli ijodiyatga Abdurasulning. Rahmat, chin dilimdan rahmat aytman. Chiqinglarning yana bir qitim Navo sahnamizga qadam tashrif qilganlardan to'liq so'yindik, xush bo'ldik. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Rahmat, to'yingiz paramag'ashtiringlar. Rahmat. Unda Husan qizg'in olqishlarimiz bilan qolgan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bizning qayrindoshlar bosqichimizmi nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Bog'lovchi ustozlarimizning taklif fikrlarini anglab baqsaq. Birinci nomorluq Mayır, inimiz Jalal Anvar. Vafadarim degan naqshingiz nihoyat obdan naqsh ekan. Bu o'zingizning ijodiyatimi yoki? Yo'q, Abdulla akamizniki. Ha, shunaqmi? Shularni alg'ani. Ha, men shu avtoriga diqqat qilamdi, qilmamdi deb shu qasddan so'rab baqdim. Sizni bilamdi, bilmamdi deb so'rab baqdim deyapsiz, Sayrika. Ha, yaxshi. Shu suv ichgan chaqda quduq qazg'ichini unutmanglarmi? Shoirni ham kompozitorni unutmanglar. Ularning ajabalik ajri badliga kelgan naqshlar bilan, ashi shotilar bilan sizlar o'g'ziga chiqsizlar. Shoti bo'lmasa sekrab chiqilib bo'lmaydi. Yaxshi o'qidingiz naqshni. Muborak bo'lsin sizga. 3 nomorluq mahirimiz Asmigul Yasin. Bu bosqichda mana haqiqiy o'zingizga xos, o'zingizning ovozini to'liq namoyon qiladigan naqshlardan dutorimni o'rinladingiz. Haqiqiy bir kasbiy naqshchi xos ovozingizni ifodaladingiz. Yana sizni maqtab qo'yadigan bir yerim sahna kiyimingiz. Demak siz Nova sahnasiga astoydil pozitsiya bilan to'liq tayyorlik ko'ribsiz. Omad yor bo'lsin. Birinchi nomor mayirimiz Jalal. Siz hamroyingiz bilan vafodarim degan naqshni o'rlab chiqdingiz. Sahnadagi obrazingizlarni aytijalliq. Yaxshi. Bo'pmi, hamroyingizning ovozi yomon chiroyli ekan. Qilch qo'ymaydi ekan. Sahnadagi hissiyotlar shunday yaxshi. Bir xil erkinlik bor-da, ovozda bir xil yarqinlik bor. Sening shunday yaxshi chiqdi ovozing, ma'noda shunchalik yaxshi o'rlading. Mayli fraqcha aytdim bo'lsin, ikkingilarning sahnadagi qiyofatlaringlar bir-birlaringizga bo'lgan nima maslashinglar shunday yaxshi. Lekin keyinlarga burilib manganda oyoq yomon ishtik chiqib ketdinglar, astroqmanglar. Oyoq chiqib mutfudinglar. Chaqchaq qo'ydim. Chiqib asosiyatda shunaqa yiqimliq o'rladinglar. Bizga shunchalik zo'qaldiq bu naqshni. Buni Abdullah bilan Mamina ayoli aytgan plastinkalarimiz qo'yildi. Xalqimizga yoqtirib anglaydigan naqshni Ag'dodga yetkazib borildilar. Muborak bo'lsin. Rahmat. Asimgul shunday sahnaga qilyaptingiz, haqiqatan yaxshi ekan. Mushu boyatin Amragul degandek sahnaga mushu Navoga bo'lgan pozitsiyasiz bak yaxshi. Har bir bo'likdagi kiyimlaringiz shunday moslashgan. Qarang, oldida Pochaychaning naqshini aytdingiz birinchi bosqichda. Uningdan sog' salomat o'tib oldingiz. Nima, Nurumga bo'lgan tovush sal qo'polib qoldi o'qnida. O Nurum qo'laqliqni menda berimizmi aqidim mana. Biroqli berib mangmay. Duttarimni shunchalik yaxshiladingiz. Farq shevlarim shunchalik joyiga keldi. Ovozingiz shunday tushibdi. Bir odamga naqsh tushimiz chataqchi. U naqshni tushimiz uni o'zlashtirish yomon vaqt ketdi. Mana naqsh sizga tushibga qarang.
Birdemdila shundoq yaxshi aytib o'tdingiz. Shundoq yaxshi so'qaldik. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Birinci numurluq Mahir, hamroyingiz bilan yuqoridagi vafodorim nomli naqshini haqiqatan yaxshi aytdingiz. Yuqorida deb o'tgandek, hamroyingizning ovozi nihoyat so'z ekan. Sizga texmi ilhom ham madad berdi-da, naqshi intayin yaxshi chiqdi. Endi diqqat qiladigan taraf, mana naqshiga sal akkord qo'shgan bo'lsanglar texmi yaxshi bo'ladi. Buning uchun shunday qilishga ahamiyat bering. Ha? Bo'ldi. Endi qaysi ikki mahirimiz keyingi bosqichga o'ta? Bilet tashlashni boshlamdik. Unda olsa bilet tashlash Başlandı. 5 4 3 2 1 Natijalarni ko'rib beqinglar. Mübarek olsun. Keyingi bosqichimizga o'tgan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Mübarek olsun. Tövanga tushib keyingi bosqichda tayyorlik qilsan oldi. Marhamat. Muborak bo'lsin. Mushundoq bir natija bo'lib qolami deb ideya jihati tayyorlik bormidi. Bizde mag'lubiyat muvaffaqiyatning anasi deydigan gap bor endi. Navasanisda bu qatim yengilib qolganimning o'zi mening iqtidorsizligimning ifodasi emas-ku bu. To'g'ri. Sizning mush so'zingizdan bugun sizning yengib chiqqanligingizni hammamiz e'tirof qilamiz. Buningdan keyingi san'at hayotingizga utuq tilaymiz. Rahmat. Rahmat Asimgul. Navoiy sahifamizga yana bir qatim qadam tashrif qilishingizni ham qarshilaymiz. Eng xalqliq vaqtlarga yetib keldik, shundaqku. Shundaq. Eng oxirgi bosqichimizga o'tib ketamiz. Eng oxirgi bosqichimiz oyda bir yulduz. Çok sorsam soğukta gülhan yandıran. Çok birer çok sorsam soğukta gülhan yandıran. Çankıdan da su birer teşnalı demli kandıran. Dikkat olun, dikkat olun, dikkat yolu alamıyorum. Kırık ademge vay huzur, bir dana dikkat koğun. Mın cemaat etkeyde, doğurdu peşkan. Dikkat olun, dikkat olun, dikkat yolu alamıyorum. Tümdümü çeksem şey karşı alar bulaş kirir buzlar neme geçer ok yol tilep dua verir. Dikkat olun, dikkat olun, dikkat yolu alamıyorum.
senin hamam Velikin bilmedin Süygümni canan Velikin bilmedin Süygümni canan Bağrımni bağrımdan Yetmiyor bir ömür Hayatında mengülük hemrayım bulay Bağrımni bağrımdan Yetmiyor bir ömür Hayatında mengülük hemrayım bulay Hayatında mengülük hemrayım bulay Ondan sonra aldı bilen Taratqula vekillerimiz 2 mahirimizin qaysı üçün qo'ldagi qimmatli 10 numarını berdikin. Aldı bilen 1. numurluq mahirimiz Jalalga qo'ldagi 10 numarını berishni xohlaydigan Taratqula vekillerimiz taxtimizni egiz ko'tirsak. Jalalga. 1, 2, 3, 4. 40 numar mübarek olsun. Endi 5. numurluq mahirimiz Roza Acıga qo'ldagi qimmatli 10 numarını berdigan Taratqula vekillari taxtlarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 3, 4. Tepmeden 40 numar mübarek olsun. Mübarek olsun. Onda olsa en halkılıq vaxtlarına yetib geldik. Talaş hukuki yanılan bizim odağın tamaşabilerimizden onda olsa kulunlağı bilet taşlıqışını elib məsuliyyət canlıq bilən Naqşini en yaxşı etdi deb qarıgan mahirga bilet taşlısanlar buludu. Bilet taşlaş başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Davamlıqda olsanlar buldu. Avazınlar çıkmadı. Neticanı görüp baksanlar oldu. Mübarek olsun bu aylık yıldızımız. Bu aylık yıldızımız Rozacı. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Ona Hasan Tahallık ustazlarımızın bu aylık yıldızımızga Naval onqusunu yetkizib berishga taklif qilamiz. Merhamet. Merhamet.